Xo'sh, endi bu narsa nanotexnologiya yordamida ishlatiladi. Nanotexnologiya bilasizlar, 4 ta rivojlangan davlatda bor. Shundan birisi Yaponiya hisoblanadi. Bu mahsulotlarni Yaponiya ichishdan maqsad, Yaponiyada ishlab chiqarilishidan maqsad birinchidan Yaponiyaning dengizidan olinadi. Yaponiyaning dengizidan terib olinib tayyorlanadi. Ikkinchidan dengizni tubida minerallarni so'rib, shimib turganligi uchun inson organizmi uchun juda foydali hisoblanadi. Bilasizlar, Yaponiyaga bundan nechadir yillar oldin atom bomba tushgan. Hiroshima va Nagasaki degan yurtini ular 30 yoshdan o'lishni boshlagan nurlanish oqibatida. Bu mahsulotlarni ichib Yaponiyada Yaponiya xalqi bugungi kunda yana bilasizlar uzoq umr ko'rish bo'yicha rekord, ya'ni birinchi o'rinda turibdi Yaponiyalar bu mahsulotlarni ichish oqibatida. Bu mahsulot haqiqatdan ham Yaponiyada ishlab chiqariladi. Halol degan sertifikati, GMP degan sertifikat bosilgan, tamojnidan o'tgan, O'zbekistonga kirib kelincha qonuniy litsenziyalari bilan kelgan mahsulot hisoblanadi. Tabletka ko'rinishida bir dona tabletkani dilingizda tayini tashiysiz, shimasiz va butun bir organizmdagi 6 oylik kurs ichiniyada keladi. 6 oylik kurs ichiniyada butun bir organizmda 210 xil kasallikdan natija olib turibmiz. Liboy bir kasalligingizdan, masalan, psoriazmi, ekzemami, teri kasalliklarimi, zo'qmi, davleniya, zreniya, do'qmay turganlar bormi, suyak kemilishi bormi, grija, gemoroy, kista, mioma bormi, nomi bo'lsa, men sizlarga bemalol shu 3 yil davomida kimlarga tavsiya etganman, kimlarda qaysi kasalliklar bo'yicha natija olganman, men buni sizlarga bemalol ko'rsatib bilaman. Do posli natijalar ham bor, videolar ham bor. Ko'pchilik aytadi, o'zlari so'llatib, pul berib, so'llatib qo'yibdilar deydi. Agar pul berib so'llatib qo'yganimizda do posli analiz qog'ozlar ham bor, shularni ko'rsatamiz. Endi bu mahsulotni ham boshida yana bir mahsulot keladi. Bu kapsula ko'rinishida hisoblanadi. Koenzim Q deb aytiladi. Bu 2 marta Nobel mukofotini olgan. Chunki bir dona kapsulasini o'zi bu suv bilan ichiladi. Kapsulaning o'zi vitamin E, ya'ni shunday ko'rinishda bo'ladi. Vitamin E kapsulaning o'zi ichi esa sardina degan baliqni ilikidan tayyorlangan. Ichini kesib ochib ko'rsangizlar, ichida ikra, baliqning ikrasini o'xshagan, o'ldirga o'xshagan narsa chiqadi. Bu nima uchun 2 marta Nobelskiy mukofot olgan desangizlar, bu bitta insonning umrini 6 oylik kurs licheniyada ichganligi sababli bitta insonning umrini 15 yilga uzaytirilganligi, ya'ni ichki organlar faoliyatini, ichaklarni, qonni tozalab berganligi uchun, jigarni tozalab berganligi uchun bitta insonning umrini 15 yilga uzaytirilganligi uchun bu mahsulotimizga 2 marta Nobelskiy mukofoti berilgan. Kompaniyamizda bundan tashqari mahsulotlar juda ham ko'p. Super omega bor, bilasizlar, tromblardan tozalaydi, qonni tozalaydi, insult, infarktni oldini oladi. Bundan tashqari detoks degan mahsulotlarimiz ham bor. Bu detoks degan mahsulotlarimiz bular ham Yaponiyada ishlab chiqariladi. Bu mahsulotlarimiz asosan detoks degani jigarni tozalaydi, ichakni tozalaydi, qonni tozalaydi. Bu mahsulotlar asosan sog'lom ozdirishga yordam beradi. Endi mahsulotlar haqida kimga qanday chuqurroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, shu yerda nomerimni qoldiraman, Instagram profilimni qoldiraman. Bemalol lichkaga chiqib direktdan yozsangizlar, sizlarga yanada ko'proq ma'lumotlar berishga harakat etaman. Meni kuzatishda davom eting. Hammangizni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'ling.